Ramazon oyida atigi $880 Umra safariga borishni niyat qilayotganlar videoda o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib turinglar. Chunki Hikmat Travel'lar atigi $880 dan Ramazon oyi uchun paketlar qo'yib qo'yishdi. Ya'ni maxsus paketlar. To'liqroq ma'lumotni Abdukarim Hoji akamizdan olib beramiz. Videoda o'tkazib yubormasa bir dona like bosib, kommentariyaga inshaalloh ota-onam olib borishni menga ham nasib qilsin deb yozib bergan do'stlarimiz tez kunda ota-onalarni Hikmat Travel'lar Umra safariga jo'natishni nasib qilsin deb qolamiz. Abdukarim Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xizmat bilan charchab qolmayapsizlar degan umiddamiz. Juda katta yangilik bo'ldi uka Hikmat Travel'da. Hali narxlar bomba chiqdi. Ramazon oyiga $880 dan paket qo'yib yubordinglar. Bu gap o'zi rostmi yoki yolg'onmi? Va reyslar qayerlardan uchradi? To'liqroq ma'lumotni o'zingizdan yurtdoshlarimiz eshitganlari ma'qul bo'lsa kerak. Demak, reyslarimiz Farg'ona, Madina, Namangan, Madina, Andijon, Jidda, Andijon, Madina, Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina reyslari qo'yilgan. Ya'ni 4 ta viloyatda reyslar bor. Demak, Ramazonda birinchi 10 kunligi narxi ichida o'sha $880 paketimiz bor. $880. Bundan maqsad demak ikki xil paket chiqarganmiz. $880 dan ekonom paket. Demak $975,000 vodiydan $1000 dan demak standart paketimiz bor. Standart paket bor. Farqi mehmonxonasida xolos. Mehmonxonasi ekonomniki ozgina uzoqroq, demak nimaniki yaqinroq standartniki. Farqi mehmonxonada xolos, yeb ichishlarida, demak ziyoratlarida hech qanday farqi yo'q. Faqatgina o'sha demak mehmonxonasida. Mehmonxonaning masofasi necha uzoqroq bo'ladi? 3 kilometr, 4 kilometr standart paketnikidan uzoqroq bo'ladi. Shunaqami? Endi namozga chiqadigan odam mehmonxonani eshigini tagida avtobus turadi. Misol standart paketda yarim soat oldin chiqadigan bo'lsa, ekonom paketda 45 minut oldin chiqib ketadi. Farqi shu 15 minut, 20 minut oldin yo'lga chiqadi. Hisobda olinadi. Hisobda olib yursa bo'ldi inshaalloh. Lekin puli ozroq, pulim yetmayapti deyotgan do'stlarim uchun juda manfaatli video bo'lyapti degan umiddaman. Shuni o'ylagan maqsadda chiqardi, ya'ni puli kam odamlar uchun chiqardi inshaalloh. $880 da bu samolyot boshqa samolyotda uchadi degani bas, to'g'rimi? Yo'q. Hamma yo'g'i standart bilan bir xil bo'ladi, faqat mehmonxonani boshqa bo'ladi. Masofasi uzoqroq. Mehmonxonani uzoqroq olganimiz uchun narxini arzonroq oldik, shuning hisobiga arzonroq chiqardik. Saudiya Arabistoniga borilganda necha kun Madina-i Munavvarada turiladi va necha kun Makka-i Mukarramada turiladi va saharlik, iftorlik qanaqa ovqatlarda bo'ladi? Turk arab taomi yoki milliy taomlar, o'shuni yurtdoshlarimizga bitta qisqacha ma'lumotni bersangiz. Madinada 2 kecha turiladi, demak saharlik bilan iftorlik beriladi. Saharlik, iftorlik bo'ladi. Turk taom beriladi Madinada. Makkada demak 11 kecha turiladi. Saharlik ham, iftorlikka ham demak o'zimizni Marg'ilonlik oshpazlar o'zimizni milliy taomlarni qilib berishadi inshaalloh. O'zimizni milliy taomlar yeyishadi. Milliy taomda saharlik, iftorlik bo'ladi. Bo'ladi inshaalloh. Asosiysi 50 bosh masalasi qanaqa? O'zbekistonda o'zlari olib ketishadimi yoki Saudiya Arabistonda kutib olishadimi? Ko'proq chetdan olib ketishadi. 50 boshlarimizni olib ketishib, hamma amallarni qildirishib, demak umralarni, Qizil dengizlarga hamma yoqqa olib borib kelgandan keyin 50 boshi demak muddat tugagungacha o'zini ibodatini qiladi. Hozirlarimiz o'zini ibodatini qilishadi. Demak qaytish muddati kelgandan keyin 50 boshni qaytarib yana inshaalloh qoladigan bo'lsa aeroportga olib borib kuzatadi, qaytadigan bo'lsa demak billa qaytadi. Billa qaytib keladi. 14 kunlik umra safariga borganda Ramazon oyida qanaqa joylarga sayohat ziyoratlar bo'ladi? Yurtdoshlarimizga bitta yetkazib bersangiz. Ko'pchilikga qiziq bu savollar. Demak Madina-i Munavvarada Ramazon oyida undan oldingi yili bo'lganida 2 yil oldin demak ziyoratlar berilmagan edi. Madinada Ramazonda odam ko'pligining hisobiga avtobusda ruxsat bermovdi. O'tgan yil bergan. Endi bu yil qanaqa holat bo'ladi Ramazonda endi ko'ramiz, uni vaqt ko'rsatadi, lekin Makkada hamma ziyoratlarimiz bor. Bonus Qizil dengizga ham qo'shib beramiz. Bonus Qizil dengiz atga $880 ichiga kiradi bu ham, to'g'rimi? Ha, inshaalloh kiradi. Biz hozir qo'shni Tojikistondan, qo'shni Qirg'izistondan, Rossiya Federatsiyasining oliy Rossiya fuqarosini olgan do'stlarimiz bor, ularni kuzatishyapti. Ular sizlarga qanaqa aloqaga chiqsa bo'ladi? Demak, hozir nomer qoldiramiz. Shu nomerda WhatsApp ham, Telegram ham bor. Inshaalloh pasportlarini, Zagram pasportlarini rasmini tashlab berishsa, joyida bron qilib qo'yamiz. To'lovini uchadigan kuni aeroportga kelib to'lov qilsa ham bo'laveradi. Shunaqa sharoit qilib beramiz. Ya'ni bir dona pasportlarni tashlab berishadi, to'lovni aeroportda qilish imkoniyati ham bor bu musofirdek do'stlarimiz uchun. Do'stlar, sizlarga qiziq bo'ldi degan umiddamiz bu videomiz, chunki Ramazon oyida $880 dan gassistasi masofasi uzoqroq bo'lsa ham paket qo'yibdi Hikmat Travel. Ekranda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Hoji akamizga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zlaringiz istalgan savollarga javob olishlari mumkin. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, bir dona like bosib, inshaalloh yaqin do'stlarga video jo'natib berishni esdan chiqarmanglar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha olib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.